Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Asmaul Husna, Alloh taoloning zot sifatlari haqida tanishib chiqamiz. Ar-Rahman. Alloh taoloning go'zal ismlaridan biri bo'lib, cheksiz mehribon, nihoyasiz rahm shafqat egasi degan ma'noni bildiradi. Xususan, uning rahmati butun borliqqa, mo'min va inkor etuvchilarga barobar yetib boradi. Xususan, bu ism Qur'oni Karimda ko'p marotaba zikr qilingan bo'lib, Ar-Rahman surasi ham ushbu ism bilan boshlanadi. Alloh taoloning bu ismi uning rahmatining kengligini ifodalaydi. U o'z bandalariga mehribon bo'lib, ularni yaratdi, ularga rizq berdi, hidoyat yo'lini ko'rsatdi va dunyo hamda oxiratda ularga o'z rahmatini yoydi. Ar-Rahman ismi bilan boshlangan quyidagi duoni o'qishligimiz mumkin. Allohumma ya Rahman, irhamna bi rahmatikal wasi'a waghfir lana zunubana wahdina ila siratikal mustaqim ya arhamar rohimin. Ma'nosi: ey cheksiz mehribon Alloh, bizga o'z keng rahmating ila rahm qil, gunohlarimizni mag'firat et va bizni to'g'ri yo'lingga hidoyat qil. Ey rahm qiluvchilarning, ey rahimli zot.